Assalomu alaykum, maxfiy yangiliklar kanaliga xush kelibsiz. Global hayotda yuz berayotgan eng so'nggi yangiliklarni biz bilan kuzating. Hormuz va yadro dasturi Baqoyi muzokaralar sirini ochdi. Eron tashqi ishlar vazirligi vakili Ismoil Baqoyi AQSh bilan davom etayotgan muzokaralar yuzasidan muhim bayonot berdi. Uning aytishicha, tomonlar qator masalalarda muayyan natijalarga erishgan bo'lsa-da, yakuniy kelishuv haqida gapirishga hali erta. Baqoyiga ko'ra, muzokaralarda asosan Hormuz bo'g'ozini qayta ochish, o't ochishni to'xtatish muddatini uzaytirish hamda Eron yadroviy dasturi bilan bog'liq masalalar muhokama qilinmoqda. Shu bilan birga sanksiyalarni yumshatish va Tehronning muzlatilgan mablag'larini qaytarish kabi eng bahsli mavzular keyingi bosqichlarda ko'rib chiqilishi mumkin. Avvalroq AQSh davlat kotibi Marko Rubio yaqin kunlarda muzokaralar bo'yicha yangilik bo'lishi mumkinligini aytgan. Donald Tramp esa tomonlar kelishuvga yaqinlashayotganini ma'lum qilgan. Shu bilan birga Baqoyi ta'kidlashicha, hozirgi bosqichda hech qanday yakuniy bitim yo'q va barcha masalalar bo'yicha kelishuvga erishish uchun qo'shimcha muzokaralar zarur. Rossiyada migratsiya to'lovlari keskin oshirildi. Quyi palata spikeri Vyacheslav Volodin ma'lum qilishicha, Rossiya fuqaroligini olish va yashash hujjati uchun davlat bojlari keskin oshirildi. Uning so'zlariga ko'ra, fuqarolik uchun to'lov 4200 rubldan 50 000 rublgacha, vaqtincha yashash ruxsatnomasi 1920 rubldan 15000 rublgacha, yashash guvohnomasi esa 6000 rubldan 30000 rublgacha ko'tarildi. Shuningdek, xorijiy ishchilarni jalb qilish uchun ruxsatnoma narxi ham har bir mutaxassis uchun 15000 rublgacha oshirilishi taklif etilmoqda. Bu o'zgarishlar federal byudjetga yiliga qariyb 15 milliard rubl qo'shimcha tushum keltirishi mumkin. Volodin bu choralar migratsiya sohasida tartibni kuchaytirishga xizmat qilishini ta'kidladi. U shuningdek, Rossiyada bo'lish uchun chet elliklar til bilishi, qonunchilikka rioya qilishi hamda mamlakatning tarix va madaniyatini hurmat qilishi zarurligini eslatdi. 2024-yildan buyon Rossiyada migratsiyani tartibga solishga oid 22 ta qonun qabul qilingan, yana 10 ta qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Kongo Demokratik Respublikasida Ebola virusining tarqalishi davom etmoqda. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti bu borada ogohlantirish berib, vaziyatni o'ta yuqori xavf sifatida baholadi. Mamlakatda kasallikka gumon qilinayotganlar soni 900 nafardan oshgan, 200 dan ortiq odam esa vafot etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirgacha 904 ta gumon holati qayd etilgan. Qurbonlar soni esa 220 kishiga yetgan. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom Ghebreyesus kasallikni aniqlash kechikib qolganligi sababli endi vaziyatga javob choralarini kechikkan holda ko'rishga to'g'ri kelayotganini bildirgan. Bu holat epidemiyaning yanada kengayish xavfini oshirmoqda. Shu bilan birga JSST dunyoning boshqa hududlari uchun hozircha xavf past ekanini, virusning Kongo Demokratik Respublikasi tashqarisiga tarqalish ehtimoli esa juda past darajada qolganini ta'kidladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyalarda qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.